O shahrida Dimaka shashlik paz desa tanimagan odamni o'zi yo'q bo'lsa kerak. Faqatgina yangi lokatsiyaga o'tib qo'ygan hisobidan shashligini mazasini yeb, maza qilib olganlar, eski klientlari ko'chalarda sarson bo'lib shashligini topa olmay oshiq olib yurishlar ekan. Do'stlar, mana buni yangilik desa bo'ladi. Dimakamiz qayerga ko'chib keldi degan do'stlarimizga birinchi adreslarini aytib o'taman. Do'stlar, biz uchurda Qirg'iziston O'sh shahri Buljog'i Oblastnoy banisining oldindagi arkani bilasizlar. Arkadan dalshi Furqat Kurgoy tomonga qarab yurib kelganimizda o'ng qo'linglarda hammalar bilgan Mirzolim somsaxonamizga yetmasdan o'ng qo'linglarda chiqish dami atindagi Dimakamiz shashliklari, ya'ni yangi lokatsiyaga o'tib qo'ygan hisobidan o'zini ko'pchilik klientlari istab yurgandan mana buni zo'r yangilik deb chiqardim. Do'stlar, lokatsiya bo'yicha Pamirskaya 12 deb yozsangizlar, aynan ushbu yangi ochilgan tochkalarimizga kelib qolasizlar. Do'stlar, misol uchun lag'mon yemoqchimizlar, lag'monda ham mana sentrga zo'r joyga borish kerak, hattoki gamburgerda ham zo'r qilgan joyga borish kerak. Aynan endi shashlik yeyman degan do'stlarimizga shashlikni вообще zavodiga qaynar buloq haqiqiy sentr joyiga sizlarga olib keldim. Do'stlar, men hali nomlarini eshitmagan, men oldin ko'rmagan shashliklarimizni вообще turlari bor ekan. Do'stlar, mana buni yangilik desa bo'ladi. Hattoki qiymalarimiz ham har xil turda, avashami, jigar shashlik, bu yerda Napoleon, aynan mana bu shashligimizga e'tibor berib qo'yinglar. O shaharda hali bu nima deydi, bu kачествоda hali Napoleonda unaqasini hali chiqarishmabdi. Do'stlar, bemalol qo'ymasdan kelinglar, kelganlarga ovroq qo'ymaydigan shashliklarimizni вообще o'ta qattiqlari, o'ta zamonaviylari aynan mana shu yerdan topasizlar. Bu yerda 3 panjalarimiz bor ekan. Mana bu atish shashliklarimiz, xullas mo turlari bor. Вообще ekan do'stlar, haqiqiy shashlikni ishqibozlari kelsalar, xudo xolasa maza. Mana bu steak qo'torib pishiradigan qovurg'alarimiz ham hammasi o'zimizdan ishonchli holatda chiqilayotgan toza go'shtlardan, hattoki pomidor, hattoki bu yerda kartoshka shashliklarimiz ham bor ekan. Va dastlabki xizmatlarni ham yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Faqatgina Yandex orqali solib beramiz degan shashliklarimiz вообще ekan do'stlar. Onadirda, masalan, o'sha shaharindagi Onadirda o'sha Dimaka shashlikda o'zi ko'pchilik bilardi. Aynan mana bu yangi lokatsiyalarimizni ko'pchilik topolmayotgani hisobidan bir qator sizlarga zo'r yangilik qatori keldik. Hattoki kafe yo'nalishimizda ham ovqatlarimiz ham вообще assortimentlari, turlari bor ekan. Endi shashlik yeyman, ovqat yeyman degan do'stlarimizga salatlarimiz ham hammasi o'zimizda. Bu yerda birinchi, ikkinchi suyuq ovqatlarimiz, qo'y ovqatlarimiz, oshlarimiz ham hammasi o'zimizdan topasizlar va mana bu go'shtli mahsulotlarimiz ham hammasi o'zimizdan chiqqan ishonchli go'shtlardan qilingan ushbu ovqatlarimizga hammalarni chaqirib qolamiz. Bu yerga do'stlar, shashliklarimizga faqatgina bu yerga assortimentga misol siz ko'ryapsiz, sig'mayapti, bir kamida bir necha xili bor dedi aka. Bir kamida 40 xil shashlik bor ekan do'stlar. Bu yerda yo'q, mana bu menyudagi shashliklarimiz ham bemalol zakaz qilsanglar sirazi. Va eng bir muhim narsa esimdan chiqib, do'stlar, aynan hozir yozgi sezonimizga o'tdik, ya'ni mayovka sezonlarimizga ham zo'r yangilikni qo'shib qo'ydik-ku. Aynan bu bilasizlar, alayda Glavniy sentral yo'li bo'lsa, aynan yo'llarda shunaqa alaylarga, misol qora qo'ylarga dam olishga ketayotgan do'stlarimizga mana bu shashliklarimizni shiqlarigacha tayyor o'tkazilgan holatda ham berib yuboramiz ekan. Endi shiqda olib ketayotganlar hisobidan faqatgina bitta pasportinglarni olib qolamiz, borasizlar, yeb, maza qilib, damda olib, qayta etib, misol shiqlarini topshirib, pasportinglarni olib ketsanglar bo'laverar ekan. Va shtogi misol uchun pishirilmagan xom holatda olyapsizlar-da, shuning hisobidan qanchadir prosent shunaqa arzon ham qilib berar ekan skidkalari bilan do'stlar. Mayovkaga ketayotgan dangasa do'stlarimizga o'tkazilgan holatda har xil turdagi shashliklarimizni ham olib ketsanglar bo'lar ekan. Mana buni yangilik desa bo'ladi. Telefon nomerlarini aytamiz, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, 0559 bilan 74 77 74. Yana bitta qo'shimcha nomerlarimiz 0557 40 41 40. Do'stlar, o'sha nomerlarga kengina qaylasizlar. Bu o'zi bu yerga kelishimizdan maqsad, bu yerga o'zi asli reklamani keragi yo'q, faqatgina akamni yangi lokatsiyalarni bir qator sizlarga ko'rsatib o'tay dedim. Aytib o'tgandek, mana o'sha shaharda Globusni mandayindagi Oblastnoy banisi sentralniy, undan keyin Glavniy arkamiz, arkadan Darsh Furqat tomonga qarab yurib kelayotganimizda o'ng qo'ylarda Mirzolim somsaxonasiga yetmasa o'ng qo'ylarda chiqish damatindagi Dimakamizni shashlisini, mazasini bilganlar kelib xudo xolasa bemalol shu tochkalarimizdan mehmonimiz bo'lib, xursand bo'lib, yeb ketinglar, olib qolinglar, hammalarni kutib qolamiz.